Har kuni ertalab atigi 5 dona ivitilgan bodom yesangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar bo'lishini bilasizmi? Eng qizig'i, ko'pchilik bodomni noto'g'ri iste'mol qiladi va uning haqiqiy foydasini olmaydi. Bodom oddiy yong'oq emas. U organizm uchun juda kuchli tabiiy manba bo'lib, miya faoliyatini yaxshilaydi, yurakni himoya qiladi va tanaga energiya beradi. Lekin uning eng katta siri shundaki, bodomni oddiy holda emas, balki suvga ivitib iste'mol qilish kerak. Gap shundaki, bodomning po'stlog'ida fitik kislota deb ataladigan modda mavjud bo'lib, u organizmga foydali moddalarni to'liq singishiga to'sqinlik qiladi. Bodomni suvga ivitib qo'yganingizda esa bu modda kamayadi va organizm uni oson hazm qiladi. Natijada siz bodomdan maksimal foyda olasiz. Ivitilgan bodomning yana bir katta foydasi u miyani kuchaytiradi. Undagi E vitamini va foydali yog'lar xotirani yaxshilaydi, diqqatni oshiradi va kun davomida fikrlash qobiliyatini faol ushlab turadi. Shu sababli ko'plab mutaxassislar uni ayniqsa ertalab iste'mol qilishni tavsiya qilishadi. Bundan tashqari, bodom yurak uchun ham juda foydali. U xolesterinni kamaytirishga yordam beradi, qon aylanishini yaxshilaydi va yurak qon tomir tizimini mustahkamlaydi. Agar siz o'zingizni tez charchaydigan his qilsangiz, ertalab ivitilgan bodom iste'mol qilishingiz sizga tabiiy energiya beradi va kun davomida tetik bo'lishingizga yordam beradi. Yana bir muhim jihati, bodom teri va soch uchun ham foydali. Undagi vitaminlar va antioksidantlar terini yanada sog'lom va yorqin qiladi, sochlarni esa mustahkamlaydi. Shuning uchun ham bodomni tabiiy go'zallik siri deb atashadi. Endi uni qanday to'g'ri iste'mol qilish haqida. Eng samarali usul kechasi 5-10 dona bodomni suvga solib qo'yish. Ertalab esa uning po'stlog'ini archib, och qoringa iste'mol qilish kerak. Aynan shu usul orqali siz bodomning barcha foydali xususiyatlarini to'liq olasiz. Lekin bir narsani unutmang. Har qanday foydali mahsulotni ham me'yorida iste'mol qilish kerak. Kuniga 10-15 donadan ortiq bodom yeyish tavsiya etilmaydi. Agar sizda allergiya bo'lsa yoki oshqozon bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, iste'mol qilishdan oldin ehtiyot bo'lish zarur. Xulosa qilib aytganda, oddiy bir odat, ya'ni bodomni suvga ivitib iste'mol qilish sizning sog'lig'ingizga katta foyda keltirishi mumkin. Eng muhimi, uni to'g'ri va muntazam iste'mol qilishdir. Siz bodomni qanday iste'mol qilasiz? Oddiymi yoki ivitibmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.